Toshkentda energetiklarning xatosi tufayli tadbirkorga qariyb 1,1 milliard so'm ortiqcha to'lov hisoblandi. Raqobat qo'mitasi tadbirkorning hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va uning energiya savdo filiali harakatidan norozi bo'lib yo'llagan murojaatini o'rgandi. Ta'kidlanishicha, o'rganishlar davomida hisobga olish uskunasi hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan ulangan bo'lishiga qaramay, undagi ikkilamchi zanjirlari almashib ulab qo'yilgani, mazkur texnik xatolik uchun iste'molchiga oxirgi 3 yil uchun 1 milliard so'mdan ortiq qo'shimcha to'lov hisoblangani aniqlangan. Shuningdek, texnik xatolik masalasi yangi elektr energiyasidan foydalanish qoidalarida nazarda tutilib, eski tahrirdagi qoidalarda qayd etilmagani. Shuningdek, mazkur hisoblagichga to'g'ri ulangan subiste'molchining hisoblagich ko'rsatkichlari chegirib tashlanmasdan hisoblangani ma'lum bo'lgan. Raqobat qo'mitasi ushbu holatni qonun buzilishi deb topib, hududiy elektr tarmoqlari hamda energiya savdoga nisbatan ish qo'zg'atgan. Shuningdek, iste'molchiga asossiz hisoblangan 1 milliard 97 million so'mni qayta hisob-kitob qilish hamda ushbu qonun buzilish holatini bartaraf etish ko'rsatmasini bergan.